Ismingiz haliyam Zilolam. Alisher aka, ismimni bir chekkaga qo'yib turaylik. Bugun sizlarga diyeta bor, kolasiz ham zo'r ketadigan pitsa tayyorlab ko'rsataman. Ko'lam qani? Kola senikimidi? Kola kimligini hal qilgunligicha qo'ziqorin, cheri pomidor, mozzarella sirimizni to'g'rab olamiz. Bana yegim kelyapti. Sen bananni yomon ko'rarding-ku. Haligi achigan qovunga o'xshaydi. Agar sizga ham achigan qovunni mazasi yoqsa, unda olivkani qora rangidan ham to'g'rab olamiz. Voy, namicha qalchasan Azilola, namicha qalchasan. Yolg'ondan shunday qilamiz. Bananni-ku aldab achigan qovundan olivkaga aylantirib oldik. Lekin rostdan ikkita tuxumni idishga chaqib olib, qo'ziqorin, pripravali tuzlarni solib, lavashimizning ustiga qo'yib chiqamiz. Ustidan to'g'rab olgan cheri pomidorlarimizni taxlab chiqamiz va mozzarella sirimizdan ham ozgina sepib olamiz. Ana endi achigan qovunlarni, ya'ni olivkalarimizni terib, kerak bo'lsa yana mozzarella sirlarni qo'yib 200 gradusga 20 minutga duxovkaga jo'natamiz. Kerak. Strategiya bu qizim, strategiya. Pizzamizni duxovkadan olib, pishgan-pishmaganini tekshirib olamiz. Ana, Banan hali xom. yo'q pishgan. Xom. Voy, ana pishgan. Pishmagan. Pishgan. Pishmagan. Pishgan.